Do'stlar, u bilim yurtini boshliq kelib qoldi hozir. Ha, kamerani o'chirmay qo'yamizmi? Mikrofon yoqib tursin. Kamerani o'chirmang. Oddiy shunday ushlab turing, bilinmasin, syomka qilayotganimiz. Bu yoqqa kelinglarmi? Shu yoqqa yurarlarmi? Bu yoqqa kelinglar, to'g'rimi? Xabarlar bor-a, syomkamizda biz ruxsatsiz kirimlaymiz. Aytmaganmisiz? Yo'q, qovuni. Assalomu alaykum. Polkovnik Xormay. Tartibsiz olmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Olmisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, syomkalar qilyapmiz, rahmat. Sharoitlar juda ham zo'r. Aerodromga bordingizmi? Ha, Aerodromga? Aerodromga bordik, kecha uchishlar ko'rdik. Juda ham zo'r. Bu yerda sharoitlar ham yedini, haqiqatda O'rta Osiyoda yagona. Rahmat sizga. Charchamang. Xo'p. Do'stlar, bu odam bilasizlarmi? Bu odam mana shu bilim yurtining eng birinchi bitiruvchilaridan, uchuvchilarini, ustozlarini ustoz desak ham bo'ladi. Eng yedini uchuvchilardan kim desangiz, barmoq bilan sanaydigan O'zbekiston qahramonlaridan bittasi ana shu polkovnik Hamrayev Abdulla Adhamovich. Har bitta kursantni kecha men Xonobod aerodromiga borganimda ko'rdim. O'zlari birgalikda uchirar ekanlar. O'ta kamtar, haqiqatda uchuvchilar O'zbekiston qahramoni deyishga, shu haqiqiy qahramon deyishga loyiq inson. Zamon qahramonlari desak mubolag'a bo'lmaydi.